Assalomu alaykum hurmatli omonatlarim. Bugun sizlar bilan siydik tosh kasalligini tashxislashda ishlatiladigan usullar haqida gaplashmoqchimiz. Odatda bemorlar shifokorga quyidagi simptomlar bilan murojaat qilishadi. Ya'ni to'satdan boshlangan bel sohasidagi kuchli og'riqqa, siydikda qon paydo bo'lishligiga, tez-tez hojatga chiqishligiga va siydik oqimini to'silib qolishligi, ya'ni siyolmay qolishligi kabi simptomlar bilan murojaat qilishadi. Yuqorida sanab o'tilgan simptomlar siydik tosh kasalligi mavjudligiga shubha uyg'otishi kerak bo'ladi va to'g'ri tashxislash choralarini ko'rishni talab qiladi. Kelinglar siydik tosh kasalligida to'g'ri tashxislash ketma-ketligini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Birinchi o'rinda laborator tekshiruvlari. Bularga umumiy peshob tahlili. Bunda biz ko'rishimiz mumkin eritrositlar, leykositlar, kristallar, infeksiyaga xos o'zgarishlar, pasht muvozanatining buzilgan yoki buzilmaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi tekshiruvimiz qon tahlillari. Bu buyrakning faoliyatini belgilovchi tekshiruvlar hisoblanadi. Ya'ni kreatinin darajasi, yallig'lanish belgilari hamda elektrolitlar muvozanati haqida ma'lumot beradi. Yuqoridagi tekshiruvlar toshni asorat bergan yoki asorat bermaganligi haqidagi informatsiyalarni bizga yetkazadi. Keyingi tekshiruvlarimiz bu tasviriy diagnostik tekshiruvlar hisoblanadi. Bularga kiradi ultratovush, ya'ni UZI tekshiruvi, rentgen hamda kompyuter tomografiya tekshiruvi kiradi. Eng oson, oddiy usul bu UZI tekshiruvi hisoblanadi. Bu tekshiruvda buyrak va siydik yo'llaridagi toshlar haqida bizga informatsiya berishligi mumkin. Ba'zi bir holatlarda UZI tekshiruvimiz yetarli bo'lmaydi. Keyingi tekshiruvimiz rentgen tekshiruvi. Bu faqatgina rentgen pozitiv, ya'ni rentgenda ko'rinadigan toshlar uchun informativ hisoblanadi. Keyingi tekshiruvimiz esa kompyuter tomografiya tekshiruvi. Bu hozirgi kundagi oltin standartdagi tekshiruv hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, toshning hajmi, zichligi, joylashgan joyi, soni hamda organizmning laborator tekshiruvlardagi holati to'g'ri davolash choralarini olib borishimizga yordam beradi. Shuning uchun unutmang, aniq va to'g'ri tashxis muvaffaqiyatli davo kalitidir. Keyingi videomizda siydik tosh kasalligidagi asosiy oltin standart hisoblangan endourologik davo choralari haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.